Bismillahirrahmanirrahim. Tunavunta bizda o'qib keldik bu joygacha say. Font baxshini qarang, bu yerdan o'qiydi clear formattinggacha font 2 da. Pastdan ham sizga o'qib keldim to bu yergacha. Say bildi. Masalan bu subscribe tagga kichik qilib beramiz. Muhammad sollallohu alayhi vasallamda so'zini qiladi, bu balandligiga, bu o'rtadan xat berib, bu tagdan xat berib. Yana shuncha irtiboti bor. Biroz agar men xat bitsam xohlayman farsi yo ingliz, har xatingiz bo'lsa gapi yo'qmi, inglizga bitganman, nazorat emas, siz farsi qiling. Farsi zabonini kana Windowsga nasb qilasiz, mana bu yerga farsi keladi, taskbardan farsi intihob qilib o'tasiz. Xatni intihob qildingiz. Siz xohlaysiz xatingizga style bersangiz. Ya'ni xatingizga, masalan, qayerga kelasiz, shu yerga keling mavjud, ko'rasiz xatlarning stylini. Saybildi. Bu o'zi mavjud. Word o'zi sotib qo'yibdi, mana shu pastakilardan olib qo'y. Shu pastaki nechta narsaga pastga boshlanib sotilganlar. Automatic style sizga mavjuddir, shu bilan sotib qo'yibdi. Qarang, buni ichiga nima ishlanganini o'zi ham agar ishora qilsangiz, sizga ko'rsatadi. Fill bo'lgan orange color, accent sizga bo'lgan 6 ga outline berilgan, glue berilgan, hamma narsa mavjud emas. O'sha qarang, glue ham bor, shade ham bor, outline ham bor, reflection hammasi mavjud emas. Shundan sotilgan shu narsalar, shu xatlar shu yerdagilar. Xo'jani men birtasini intihob qildim, xatga so'zini katta qilasiz, aytdim, katta qilib ketaveradi, qancha katta qilsangiz ham emas, bu kichik qilib boraveradi va keyboarddan ham aytib beradi. Mana bu bizdan nima bizda? Xatimiz, soyasi bor, hamma narsasi bor, bizda mavjud. Siz xohlaysiz buni degan storyga beraman desangiz ham, bu yerdan kelib siz orqasini intihob qila olasiz. Bari bu o'zi tuzatilgan edi. Ana endi men xohlayman normal holat xatim kerak, meni mana shu avvalgi bitgan xatim mana shu qilmaydi. Saymi? Men xohlayman o'zim tuzatsam desam, qayga pashnicha kirasiz, avval boring outline-ga. Xatni so'zini katta qiling, to'g'ri sizga asos ma'lum bo'lsin. Mana bu xatimiz. Men xohlayman agar outline anjom qilsam, xatni girdiga outline-ga keling, bu yerdan rangini bering. Xat o'zi qarang, outline-ni men nima beraman? Sabz yo qizil, keling qizil rang bering. Ko'radingiz outline-ni? Girdiga rang beradi. Xat beradi bir rang, uni rangi ham bizda qaysi raqamli? Qizil bo'ladi. Agar outline bakor emas desangiz xatingizga, pas borib bu yerdan nima olasiz? Outline chekib no outline. Agar bakor emas desangiz. Outline rangi bu. Bundan boshqa more colorga borsangiz, diga ham bizdagi ranglar mavjud, o'z xohishiga qaysi rangdagi siz intihob qila olasiz. Customdan borib o'zim rang so'talasiz, qaytasiz, savzni qaysi ro'shan yoqdi, qaysi raqamga qaro dem bilan intihob qilasiz. Outline uchun. Saybildi? Outline uchun. Yana boring berga outline ichiga, outline-da colorni xo'bildizdan qiladi. More colordan xo'bildingiz. Endi kelgan outline-da bizlar nimasiga bari qandoq bo'lsin? Yana vet barda daho outline-da arzi qancha dabal bo'lsin. Menga qarang, getaga intihob qilguncha ma'lum bo'lmaydi. Geta ko'proq qiling, uni qarang qancha ko'p bo'lib ketadi. Outline-ga qarang berga rangiga. Kelmay colorni avval bir qizil intihob qiling, sizga yaxshi ko'rinsin. Qizil badani rangi shu bilan. Siz pastga berga buni ichiga oling outline ichiga vetdan kelib izofa qilib ketaveradi. Ko'rasiz? Qanchalik outline izofa qilasiz, xat o'z so'z o'shanchalik. Outline ustiga nima bo'lib ketaveradi? Double bo'lib ketaveradi, izofa bo'lib ketaveradi line. Qarang, bega pointi bitilgan. Bir ashyoning matlab rub 4dan 1. Masalan, bu kiba agar bir ashora nasbga keladi, bu 3 taqsim qilib yana 1 nimaga olasiz? Bu 1 point, yana 1 pointdan bu nimada 1.5, yana 1.5 pointning 1.2 point ana shaklga siz izofa qilib keta olasiz. More line-ga borsangiz, Sora ham outline izofa diga design style format qilaman desangiz outline ichiga borasiz. Qarang, men boraman more line bergan bor. Outline dashni ko'rasiz. Masalan, siz bu yerdan keldingiz, avval outline barini intihob qilasiz. Aytdingizki, men outline mana shuni dabal bo'lsin. Saymi? Balkul intihob. Diga keldingiz, bu joqqa aytdingizki, bu outline ichiga keldingiz, aytdingizki, outline'im menga bu shakl bo'lsin. Bir aksida emas, nuqta. Ko'rasiz, nuqta nima raqam keladi? O style bu masalan qayerga istifoda bo'ladi? Sizga aytdimki, masalan keling men o'zim bitdim bu joyga farsiga. Tunan sizlarga korxonaga aytdim-ki, nima bitirasiz? Siz buni intihob qiling, soyizini ham kichik ham qila olasiz, beg'araz xati Eron naslalik. Shuni intihob qiling. Eron naslalik qoida jumlasiga kiradi. Ko'rasiz xatni. O'zini masiyatini farsi left right qilib, vaqtini qayerga qo'yib centerga, chunki nimani joyi shu yerda. Sizlar bu balandroqdan bo'lib bitsa, nima uchunki menga marjan ko'p joy qo'ygan. Marjanni men borib qayerdan aytdim sizlarga o'rganib page layoutga borib, page setup ichiga borib, poligonsini kirib, kamitamiz. Matlab shu marjan edi. Shuni bizlar nima beraylik? 1 cm qo'ysangiz. Say okay.
Sahih bo'ldi. Ustida ko'rish qanday shaklga bizdagi keldi xatni Farsi Eron naslari men berdan intiqol qildim. Xo'p. Degan keyin bizdagi shunga outline beraman. Outline ko'rish nima raqam bo'ldi-ne? Style outline qaydan bordim? Buni ichiga outlinedan borib dash. Dashdan bu dashdan intiqol. Buni intiqol qilasiz, buni intiqol qilasiz. Nima raqam keraksa xohlasa, o'sha raqam outline'ni berasiz. Bir dizayn style shunday berasiz. Agarna kitobda shu qism qilib beraman. Ya, kitobdagi normal xat deydi. Hamma kitobda texnik dizayning bo'lmasa, biron invon yo qo'shib beradi. Qo'shib uni page cover deydi. So size qo'shib more line qoldi. Ayni more line qarang dashni ichiga borsangiz ham vet ichiga yozsang shu more line bir joyda ochib kelar meni sizga. Matlab bu ki bor text nima o'tibega format text effect. O'sha bizga mana bergan bor. Qarang men tariqasini aytdik. Fontni ham boshini ko'chasiz font. Mana shu fontni ham ochib degan o'tdi text effect. Yana ham shu yerda ochib keladi bizga outline mana shu yerga. Beg'ayr azo ham bizlar outline o'z bahsidan ham borish shu outline uchun agar men outline ga klik qilsam kelib ega dash more outline ga borsam menga o'sha joyda ochib keladi text effect. Sayboldi. Shu bilan menga qayerda intiqob outline. Text outline ni yangi o'qidi rangi nima raqam bo'lsin. Qizil rangi emas shu o'z ko'rib topasiz. No line desam keyin o'sha no line. Shundan ichiga boradi. Shu joyga yo'g'ida shu joyga shuning ichiga o'ziga. Qarang outline ichiga no line hech chiqmaydi. Va color shu yerdan olmadik. Color mana shu yerga o'sha color bo'ladi. Qaysi qism rangni intiqob qilasiz. Ha, so'ra rangni bega shu foydasi bor, sustam qilamiz bizlar. Ko'rasiz, qanday sus berib ketadi. Qizil sustroqam bo'ladi, tezam bo'ladi. Colordagi chunki bu yerda mor colordan ham borib bizda kamizot sus tez qila oladi. Bu rang yo'g'ida olgacha outline ichiga. Outline ichiga siz gradient line olsangiz, bega agar buni intiqob qilsangiz, qarang, agar o'z presetga kompaniya tarafdan mavjud buni tikmar bering, presetdan kelib intiqob qiling. Nima raqami? Yana matlabi ku va gradient line ichidan uni intiqob qilasizki, bor ranglarni muxtalifdan murakkab qilib qo'ygan. Muxtalif rangni nima qiladi? Murakkab qiladi. Bir rang bo'lmaydi sarasiga. Qarang, bu bir tarkibi, bu har qaysi siz intiqob qilib outline ga taqdim qilasiz. Sahib bu o'sha kompaniyga. So'ra buni intiqob qilasiz shu yerdan. So'ra siz uni nima raqam? Linear shakl, xatti shaklga kelsin yo radial shaklga, rectangle shaklga, boshqa nima raqam? Agar linear olsangiz, kelib ko'ring, bular hammasi linear, xatti. Ko'rasiz, bu raqamga. Agar siz bu yerdan radial shakl intiqob qiling, keling bu shaklga. Ko'rasiz, halqaviy shaklga keladi. Agar rectangle olasiz, keling bu yerdan rectangle intiqob qiling. Bu joydan ham bizdagi rectangle shaklga. Buni intiqob qiling, shu raqam rangsiga bega taqdim. Matlab bu bor, boshqa rangga o'rtaga qizil rang kichakaga taqtiydi. Bu shakl bo'l shaklga. Qaysini intiqob qiling, kafi yo'qdi. Bu yerdan buni intiqob qilasiz, buni intiqob, xulosa bir shtoriki sizga xat bega nima qilasiz, besh qilasiz. Say bo'ldi. Lekin sayasiz xo angle zoviyani aytadi. Zoviya nima uchun g'ayr faol? Sif linearga zoviya faol bo'ladi. Chunki mana balandgi zoviyaga borasiz, zoviyani siz chilpda nima qilavering, qarang, mana bu qarshi tarafga ketadi. Mana bu rangini ko'rasiz, mana shaqdagi sabz rangrog'i, yana shu sarig'i, qarang, vaqtlaysiz bu tarafga boradi. Qaysi zoviyaga borsangiz, o'sha zoviyaga qarab bizdaga bo'laveradi. Ko'rasizlar rangini? Sif zoviya change beradi bizdaga. Beg'ayrazo, agar buni kim sotib qo'yadi bu tarkibiy ranglarni Microsoft Word ichiga o'zim oldim. Siz aytasiz, bu ranglar menga bakkor emas. Men o'zim bir rang tarkib qilaman. Bu tarkibi nima aytadi? Bir rangdan murakkab, ikki rangni murakkabdan tarkib beradi. 3, 4, 5, 6, 7 rangni siz o'zim murakkab qiling. Qanday murakkab qilasiz? Siz zartama shu gradient stop bilan startga keling, jama qay bilan delete qilib qo'ying. Necha rang bo'lib qoldi? Bir rang bo'lib qoldi. Men ham izofa qilaman. Buni intiqob qiling. Buni keling bu joyga. Bu intiqob bo'ladi. Shu bilan menga shu intiqob, shunday emas. Keling rang intiqob qiling buni. Qaysi rang dedi? Begam bitta izofa qiling. Adga o'xshaysan izofa qiling, keling shu klik qilsangiz bitta izofa qiling. Yana bu adam bitta izofa. Adga ko'rasiz. Bir xonaki rang uchun izofa. Keling men buni rangini degan rang beraman, qarab ketaylik. Say tarkib bo'ladi. Buni intiqob qildim, keling bergan bunga oling buni ko'k rang bering. Keling buni bergan bir xona izofa qiling. Tarkib berib ketavering, qandoqsi tarkib rang qilasiz buni. Sarf. Ko'rdingiz? So'rasiz shu rangingizdan nima raqamga qo'yasiz, nima raqam shakl berasiz, sizga bergan mavjud. Nima berasiz? Bu shaklga. Say bo'ldi. Bu Microsoft tarafdan o'zi mavjud tarkib ranglar, siz ham tarkib qilasiz. Qancha bo'ladi. So'ra har rangni bu yerdan ham vaqt qayerda olasiz? Positionini ham joyini tayin qilasiz. Qaysi maqomigacha bu bo'lsa, mana xatingizga tekstga qarab o'tang. Bu rangni kam,
buni izofaroq qaysi areaga agarchi buni qaysiga qo'yasiz, radialga qo'ysangiz ham bo'ladi. Har qaysini siz izofa qilasiz. Ko'radi joyini kam ziyod bo'ladigan pozitsiyani. Va hamchinin yoqti ro'shan shu xatni o'zini qancha yoqti bo'lsin, qancha dark bo'lsin, qancha ro'shan bo'lsin. Ko'radingizmi? Bergan previewga ko'rinadi, xatni o'ziga ham va bergan bizga ma'lum bo'ladiki, va qancha ro'shan va yoqti bo'ladi. Va bu brightness, darkness edi. Bu xatni zo'fiyat, zaiflik va xatni o'z holatiga kelishlik ma'nosi. Xo'p, qancha transparency bo'lsin, zaif bo'lib ketsin xat, ko'rinmaslik. Ya'ni matlab o'sha xat o'shancha ko'rinadi. Qarang, outline boshqa joyda ko'rinadi, bu yerda ko'rinmaydi. Ko'radi, yoqti ro'shanlik emas, outline emas, sirf o'sha joyda outline ko'rinmaydi. Qarang, ko'rinadi. Ko'radingiz bu da? Qas ketavering, outline ko'rinmaydi. Matlab o'sha rang yo'q ko'rinmaydi shu yerda. Saybildi. Bildingizmi, hammasini sotarini tarkibi rangli. Bega o'zi tarkibi qo'yilgan. Siz o'zi sotaman desangiz ham bu yerdan ara xonaga bir xona izofa qilib, bir rang izofa qilib, ziyod suslikni qo'yib so'rasiz. Qayerda tekst. Outline style ichiga yangi o'sha dash berman. Qarang, bega menga xona nuqta qo'yilgan, ne outline da. Chunki bizdagi bu yerdan nima intiqob dabal. Agar shu nuqtani ham siz sengalaydi olgacha. Dabal ham olasiz. Shu nuqta olish bilan nima bo'ldi? Dabal. Sora soyzi kichik bo'lsa, kattaroq ham qilasiz shu nuqtangizni. Say, o'sha nuqtani pastini qilasiz, soyzini katta bo'lsa, kichik ham qila olasiz. Va dashni nima raqam dash, bu dash bo'lsin, bu bo'lsin, o'sha yerga yog'ilgan dashdan keladi o'yinchiga. O'shani bizda nima qilamiz? Intihob qilamiz. Xo'p, buni xo'p bildingizlar. Lekin bir narsa aytadigan bor, cap type bilan joint type. Ikkovi agar siz xatni men katta qilaman, bitib inglizga so'rasizga ma'lum bo'ladi, qayerga bizda anjom bo'ladi, nima raqam connector uchun men aytgan narsa emas. Aslan joint type shuni aytadi. Masalan, shu furushgoni goft ko'ryapsiz. Gofti shu chinni kelib mana bu yerga alif bilan yopishgan. Shunday emas. Shu joint nima raqam bo'lsin, outline qataq qilsin yo qilmasin. Matlabi ku round bo'lsin, gerb kelsin, qo'shilmagan yo ochiq kelsin. Uni katta qilmasga amal nimasini ko'rsataman. Lekin outline style ichiga arrow keys g'ayri faol. Nima uchun? Buning uchun bu arrow keys buniki jihat bo'la emas. Bu text effect har joy ham keladi bu. Masalan, bu arrow setting nimaga faol bo'ladi? Auto shape'dan line kashallaymiz. Bunga bu faol bo'ladi. Qarang, shunday men faol qilaman. Avval arrowni kelib ko'ring. Kelasiz insert tab ichiga, shape ichiga line ni ko'rasiz. Bir line kibiga kashallasangiz, sonra shuni formati ochiladi. Shu formatda ichiga shu outline bo'lmaymi shu yerda? Shu dashda bo'lmaymi? More line shu yerga bo'lmaymi? Ayni chiz o'sham emasmi line style. Bu da arrow bega faol. Arrow matlabi ko'p tirda aytadi. Sizga tir jihat bermoq. Qarang, bu jihatni baxt tarafiga bera olasiz, bu jihatni ham baxt tarafiga. Kelib qarang, ola ham so'rab jihat nima, bu shu jihat nima raqam bo'lsin, bu style, began bu dash nima raqam bo'lsin. Kelib olib qarang buni. Lekin bu xatimizga bu qism jihat yo'q, shuning uchun xat uchun g'ayri faol, boshqa joyga faol. Bunda emaski hammasi bir joyga bo'lgani bilan faol bo'lsa. Chunki joy bitta bo'lgani bilan har joyga anjom uchun faol qilib qo'yiladi. Sabab bildi? Ya'ni bunga faol bo'lmog'i zarur, chunki bunga jihat yo'q. Arrow berilmaydi. Arrow jihat aytadi. Shuning uchun buni bega faol bo'ladi bizda o'sha. Degan sizlarga aytdim, agar men fors ingliz qiling, bizga bir e biting, yaxshi fikr. Bu eni kelma yere masala qo'yib, om xat olaman. So'zini kattaroq qilib, yaxshi. Outline men sida olaman. Yana matlab sodda bo'lsin, dash bo'lmasin. Xo'p, outline chekeling. Dash bo'lmasin, normal holat. Va pas keling outline ichiga. Outline so'zini kattaroq davlat. Xo'p, outline-da xatni ham keling shu bo'lsam sayda qarorganim behtar keladi. Ko'radingizmi, outline o'zini shundoq kelgan shaqqa. Bas katta qiling. Nima keling bu joyga outline ichiga dashga more option. Shu ustiga more optionga. Outline style'ga kelib roundingga qarang. Men square ga qo'yaman. Masala. Slide color. Davalama singa. Kalarini qizil ol. Staviyakda kattaroqning. Xo'p. Shu chini ko'raman shu joyda. Shu yerga qarab to'xtalaniga yaqinroq bo'lsa, sizga ko'p yoqda ham ko'rinmaydi. Men square ga qo'yman, roundga qo'y. Ko'rasiz, nima raqam sida bu. Yaxshi, agar oldiga ko'proq olmasangiz oldiga qarang, mana shu outline chimniki bor shu hissasi.
Shu yerga kelib qarang. Rang matlab gear joint type bevelga qo'ying. Ko'rasiz, bunda sida qati bo'lib keladi. Mana shu joyi qarang, shunda qo'yayotgan. Agar siz matterga qo'ying, bir-birini bu shaklga qo'ying. Sirf mana shu joyndagi bir-biriga outline keladi. Ko'rasiz, outline'da shaq area qati bo'lgan joydan nima raqam? Curve type ham hamchon bega qo'yasiz, square ham qo'yasiz, round ham qo'yasiz va flat ham bizdagi qo'yiladi. Sayfada sirf shu joint type qanday outline muttasil bo'lsin. Yana savolingiz bo'lsa, so'rang. Biz to'bagacha qayerga keldik? Bizda bunga outline edi. Ammo bir tekstni bizda ustiga fas. Agar men kelsam shuni intihob qildim, xohladim, men bunga nima bersam, bega kelib shadow bersam. Shadow nima mana beradi? Soya. Soyani qarang, avval bunga qo'ysangiz nima mana beradi? No shadow. Soya bermaysiz. Agar outerga qo'ysangiz, matlabi ku soyani qaysi tarafga beradi? Tashqariga beradi. Qarang, xatni o'zim amal qildim, qarang past tarafga. Tashqam emas. Agar men bunga qo'ysam, matlabi ku inner matlab xatni ichiga soya beradi. Soya, keling men bu yerdan soyani mana buni intihob qilaman. Qarang, outer meni xatimga soyasi bor. Ko'rasizlar, baxt tarafiga furushka, buni baxt tarafiga. Buni nima deb beradi? Shadow. Bas keling shu yerga shadowning ichiga agar siz agar bunga qo'ysangiz ham bo'ladi. Ko'rasiz? Bunga ham shadow bering. Mana baxt tarafga chiqib to'xtaydi tay tarafiga. Xatni o'ziga qanday soya berasiz, bera olasiz. Va hamchon keling buni ichiga shadowni optioniga ham bora olasiz. Mana shu shadow uchun deyiladi. Say shu shadow uchun Microsoft o'zi tatbiq qilibdi mana buncha shadowni bor. Inner, outer va bizlarga perspective bu har qaysini intihob qila olasiz. Lekin beduni azam siz bu o'zi tutgan edi. Kalarini siz change qilib bedan o'zim soya bera olasiz. Masalan, tashqariga, ichkariga, qaysi tarafga siz bedan shadowni intihob qilasiz. Shadow ichidan color aytaman, boy ko'k rangga bo'lsin. Rangi nima raqam bo'ldi? Ko'k. Yo siz intihob qilasiz, menga qizilroq rang bo'lsin. Say va soya o'sha rangni tezlik, sustlik qarang. Tez bo'lmaydi rang. Bas sust qilib keta olasiz. O'sha soyaning rangi o'ziniki emas, soyaga kelib qarang. Ko'rasiz, agar kam bo'ladi, tez qila olasiz. Qaysi rang aksiz qo'ya olasiz. Soyani soyizi agar kichik qo'ysangiz, soyizini qarang, ko'rasiz. Kichkinagina bir baxt tarafga, agar katta qiling, soya katta bo'lib ketaveradi. Say bo'ldi. Blur matlab aslan blur nashrda aytadi. Nima raqam nashr qilganda soyani ko'rasiz, ko'zingizga agar sof ko'rinsin yo nashr qilganda. Say angle zoviya qaysi zoviyaga qaror topsin? Xatti qaysi tarafiga. Va distance xatizdan qancha fasila? Aytamanki, blur ham sofroq bo'lsin, o'zi ham soyizi ham bu shaklga kelsin, fasilasi ko'proq bo'lsin. Ko'rasiz fasilani. Distance fasila. Qancha ko'z tutasiz. Chunonchi shu yerga mavjud edi o'zi qancha bergan, siz bu yerdan ham o'zi sifatib olasiz. Sifatlarni biling, qarang. Transparency rangini sust tezligi, soyizi qancha katta kichik bo'lmoq, blur nashr qancha nashr bo'lsin, qancha sof ko'rinsin va angle qaysi zoviyaga qaror topsin, distance qancha fasila, asli original xatingizdan fasilasi bo'lsin soyasi. Buni mana kelib qarang, outline bunisini hammasini o'qib tekshirgacha xo'p. Sonra bu text effect bu qarorda borasiga gapiramiz. Bildingizmi? Shuning ichiga kirdingiz, outline ham bera oldingiz, shadow. Reflection bizdaga aslan nimani aytadi? Shadow soya va innercos aksisda aytadi. Masalan, siz borib oynaga qaraysiz, yo siz masalan suvga qaraysiz, qandoq ko'rinadi? Insonni o'zi ko'rinadi, innercosi ko'rinadi. Shunday emas, chapasi shunday bizdaga rostda bo'lishini ko'rinadi. Shunday emas. Bu o'sha shaklda. Qarang, soya mana farqi bu. Siz agar buni bering, bu joyga ko'rasiz, nima raqam innercos beradi? Xatni o'zini. Ko'rasiz, tagiga soya shakliga kiradi. Mana bu sistem. Buni bizdaga reflection deydi, soya. Nima innercos. Bildingiz, bu yerdan innercos berasiz, baxt tarafdan nima raqam qilsa xohlaysiz rangi. Bu yerdan buni ham opsioni bor. Ya'ni dilxot sota olasiz. Qarang, bu ham reflection intihob qilasiz. Begam o'sha transparency qancha sust, zaiflik bo'lsin, soyizi qancha katta va kichik bo'lsin va distance fasilasi qancha ko'p uzoq bo'lsin va hamchinin bu yerdan qancha uni nashr qilmoqligi, sustligi, tezligi ko'rasiz. Ayni o'z rangi ko'rinsin yo nashr qilib ko'rinsin. Reflection ham shu gap bor, shadow ham shu gap bor. Reflection da o'zi uchun. Say bildingizmi? Xo'p, diga shu effekt ichiga kirsangiz, reflection ham bildingiz, diga glow bor. Inaga glow aslan qo'ymoqda aytadi. Bir narsaga qo'ysa nima raqamni to'xtaydi sizga? O'sha raqam. Sababi siz nima qilasiz?
Bloomberg Microsoft o'z qarang nima raqam nashr qo'ygan deb topadi xatingiz. Say bo'ldi. Olis siz xohlaysiz shu narsani o'zini gulning ichiga borib, berga morkalar gulning rangini intihob qilasiz. Maydama qizil bo'lsin, gulniki sariq bo'lsin, har qism rang olsangiz qarang nashrni qo'ygandiki shuna ko'rinadi. Beg'ayr azot gulning ofishaniga kirib ham yana o'sha raqamni qarang, all reflection, shade, outline, style hammasi bor. Gulning ham bizda kirib, bu yerdan qaysi bir nima preset matlab o'sha o'zatgan tarkibiy colorni olib qo'ygan, bu yerdan rangini biz intihob qila olamiz. Bu yerdan ham size, transparency intihob qila olamiz. Sayboldi. Ammo soft edge yana ham buning uchun text uchun faol emas. Sizlarga aytdim, auto shape ga bu faol bo'ladi. Chunki arrow keys bu. Shu joy auto shape ham shunday keladi. Masalan, siz quloq soling, shu chizikka bizda ketdik, borib insertdan bir auto shape, mana shu shapelardan bittasini keltirib shuga create qiling. O'zlaring bedin rost klik ustiga format bormi-yo'qmi? Shu formatga klik qiling, ayni chiziq, fill, line style, shadow, reflection, glow, soft edge. Faol bo'lar ekan bo'lmagan soft edge biz bergan. Ko'radingiz o'zingiz? Ayni chiziq o'sha raqam. 3D'si hammasi. Buni baqsa, u auto shape ichiga olib beradi. Har qaysini o'zini matolik. Sayboldi. Tushdingizlar matlarni? Biliz. Sizlar. Xo'sh. Xo'p, berga keling. Agar siz aytsangiz, bu xud text uchun qo'yilgan. Vaqtki bu auto shape ga faol bo'lsa, tekstga nima uchun qo'yildi? Ya'ni o'zi nimadan tutsa ekan bu? Auto shape dan. Lekin qo'yibdi nimani ichiga qo'yibdi? Text ichiga. Inoga bizda xat auto shape dan ham bizda xat bityolamiz. Auto shape ichiga ham bizda xat bityolamiz. Ayni cho'ka text format qilingan so'ra shuga soft edge keladi. Xatni arrow bera olasiz. Bu yerdan hozir siz shape dan ot sota olmaysiz. Sizlar uchun bu shakl berilgan bo'ladi. Ammo agar siz 3D ni intihob qilinganiga 3D yana bu aytmay qolmay, masalan, bunga keldiga 3D oldim. Xatni ko'rasiz 3D beradi, lekin men sizga uncha ma'lum bo'lmaydi bu asari. Aslida 3D ni asari ko'proq bu tekstlarga uncha ma'lum bo'lmaydi. Siz kelsangiz auto shape ga sizga yaxshi ma'lum bo'ladiki 3D nima narsa. Masalan, birontalar mes chauki to 3D bo'lsa to'la. Yo'q. Mes chauki sotaman desangiz, mana shuni siz qarang. LCD televizion va g'ayrat sotaman desangiz, to siz 3D qilmasangiz bo'lmaydi. 3D mana shu yerga mavjud deyna va shuni. Ko'rasiz 3D larni? Men xohlayman bu sistemga bo'lsin. 3D aslan dizayni auto shape bizga dark etadi. Tekstga uncha ma'lum bo'lmaydi ko'zga. Mana tekstga beradi, qarang tekstga 3D bersa shunday. Yangi ko'ring, intihob qilib bordim. Qayerga bordim? Bu yerga buni ichiga so'ralgan optioniga borsangiz, so'ra 3D keladi bizga. Say bo'ldi. Color 3D ni intihob qilasiz. Baxtaki qaysi rang bo'lsin, bu qaysi rang bo'lsin, domini rangini intihob qilib, bu intihob qilasiz. Text ham change bo'lib ketadi. Ha. Say bo'ldi. Bega effekti bilizdan bu xorqda nimasi ko'proq edi. Ina ham inshaalloh buni ichiga o'zi bor keladi hamma narsasi. Sirf bizdaga bega bu qoldi fonti baxshiga highlight. Ilova siz xat bitib ketdingiz, dokumentingizni ichiga qarang, siz xat bitdingiz. Shu burasi sizning dokumentingizga bir kalima ko'p muhim bor. Muhimni ma'lum nima ish qiladi? Nishona qiladi. Bir kalima shuning ichiga mavjud, masalan, qara xatga o'z olatiga qo'y. Hammasini intihob qilib men bu yerdan borib no shadow matrix automatic ga qo'ying. Hammasini men borib bu yerda nima qilsam? No. Ko'rasiz? Fast reflection, no reflection. Glow, no glow. Outline, no outline. Xo'p, vaqt shuni bittas. Bir kalima muhim shuni xatiga sizga bor. Birtaga xat berasiz. Muhim matlabi bor, boyat marda shunga mutavajjih bo'lsa. Xatni o'qiydi, bosh shu kalimalarga mutavajjih bo'lsa. O'shani ma'lum qilib bilsangiz, bir qisariq qizil qalam nimani nishona qila olasiz. Shunaqa emas. Bu yerga Word ichiga bor mana shu pensel. Olasiz, kelib bergan nishona qiling ayting mana shu muhim. Ko'rasiz? Sayboldi. Sizdan qanday nishona qilmoqchisiz? Sirf pensel. Buni ham boshini ochib agar qaysi color olsangiz ham olasiz. Ha, yana intihob qilib no color desangiz ham bo'ladi. Ha? Har qism rangda olsangiz ham bo'ladi, qizil va ranglar. Lekin bir narsa bor, oxir chog'ida stopni biling. Bu xona no colordan buni intihob qilsangiz matlab bo'lar, no color mana shuni olasiz. Bergan nima deysiz? No color. Lekin bir narsa diga boqish bilan ko'zga g'ayri faol ko'rinadi. Bu vaqt faol bo'ladi, sizniki hamisha bu bo'lsa. Oling kelib qarang, bega stop faol. Faolda g'ayri faol qilgansiz, olib o'zi g'ayri faol ishlash. Shunaqa emas. Stop so'ralma beradi, kor bermaydi. Bunadan faol qildingiz, so'ra kelib qarang faol.
Sahib, kitob ham shuning uchun istifoda beradi. Va xat rangi shu paytda nima o'qiydi? Inoga quloq soling. Bizlar shu xatni kim intihob qildim? Shunday intihob qildingiz. Keldingiz shu yerga. Shular rang emas. Hammasini har qism rang bering, bu rang bering, bu rang. Markalarga ham outline-nikiday. Bu xatni o'zining rangi, outline-niki emas, o'zining rangi. Qanday rang beraman desangiz, bergan mavjud. Yo masalan mana shu xatdagi rang beraman desangiz, bir tata qizil, qaroq va g'ayrat mana shu ranglardan hammasini beravering, shuni bila bo'lmaydi. Bedin u xatni intihob qildingiz, shunaqa xatni intihob qildingiz, o'shaga ustiga ham ko'rinadi kalar mana. Bir narsa o'sha joydan ishlayman, bu yerdan ishlayman. Bu yerdan intihob qiling nima, bu yerga boring nima. Lekin keling bu yerga mana shu rang ham bor. Ko'rasiz bilan bu stayl nima raqamda? Sus, tez, sus. Bedin buni chekib bora olasiz. Fel effekti qo'yadigan ko'rgan bo'lsangiz. Saymi? Felni ichiga no fill desangiz, xatingizga rang. Ko'raman xat shu meni ko'zimga bir narsa. Agar xolis rang desam, xolis rangni men bu yerda intihob qila olaman. Intihob qilib buni susdan qila olaman. Qarang. Ko'rasiz? Qancha sus tezligingizga qaraysiz. Xo'p, yo'q bo'ladigan. Bilkul rangni baydan bersan, 100% 0 qilsangiz xalos bo'lmaydi rang o'zi. Va o'sha narsaga tarkibiy ranglar bergan mavjud. Bu outline ichida bu nima uchun? Xatni o'zi uchun. O'zdan tarkib qilasiz, o'zdan nima qilasiz. Siz bir tikmor bu bizdagi g'ayri faol bu matlabi ko'p shu xatni agar olib tushib o'zi bilan faol bo'ladi. Qarang qandaysiga faol qiladi. Masalan men beriga keldim, insertga bordim, bir auto-shape insert qildim. Auto-shape'ni insert qiling, ustiga rost klik qilib ma'lum xat bitmaydi shuning ichiga. Xat bit. Say. Bedin agar men borsam, shu auto-shape'ga rang bersam, bu xatni bitmasa auto-shape'ni o'ziga rang bersangiz ham asli bor. Matlab men shu auto-shape'ga rang beraman desam, o'sha jo'qa fil bo'lmayam shu o'zati, o'sha fil. O'sha shu yerdan yangi filimiz. Morga boring, shu yerga keling, siz buni intihob qiling. Men aytaman mana shu kalarni beraman. O'zati sariq pastga emas. Mana bu ham faol tikma berib turibdi. Rotate with auto shape. Shunaqa emas. Yana shape bilan birga aynal. Matlab bu agar men auto shape'da aynal tiray qarang o'sha rang ham birga aynal qilib qo'yishib o'zimdan birga. Shunaqa emas. Baringga chiqib boradi. Ko'rasiz? Qarang, qaysi joyga borasiz? Kajay qiling, rost qiling. Agar siz berga qo'ysangiz, auto shape'ni formatiga borsangiz, aytsangiz auto shape'ni birga aynalma, rang to'xtatib joyiga qarang. Ko'rasiz? Rang ana shu zoyaga to'xtaydi. Shu sarg'ish pastga, shu pastga. Hech aynalmaydi rang o'zi birga. Bu lekin tekstga bo'lmaydi, chunki tekst shape emas. Tekst bir xatdir. Buni joyiga keling, shu yerga keling. Shu yerdan siz agar shu kalarni intihob qilasiz, bu bunaqa. Sayli uchun auto shape bilan birga. Bas shugacha format sara bir font qoldi, buni inshaalloh yarata olamiz.